Sizni hozirgi kunda ishlaringiz yurishmayaptimi? Oylikdan oylikka pullaringizni yetkaza olmayapsizmi? Qarzlaringiz ko'payganidan ularni qanday uzishni bilmayapsiz? Har kuni bir xil holatdan charchadingizmi? Muammolar ko'payganidan siqilib ketdingizmi? Unda sizning oldingizda ikkita yo'l bor. O'zgarish yoki bo'lmasam shu holatga sabr qilib chidash. Tanlov o'z qo'lingizda. Agar siz bo'ldi, men o'zgaraman, men endi oldinga harakat qilaman, yetar shuncha chidaganman, boshqa chidashni xohlamayman desangiz, rivojlanish yo'lini tanlang, harakat qiling. Demak, o'zgarish vaqtingiz keldi. Yo'q, menga shu ham bo'laveradi, chidayman, sabr qilaman, ota-bobolarim sabr qilgan, men ham sabr qilaman desangiz, marhamat. Qaror qabul qiling. Hozirning o'zida qaror qabul qiling. Siz qaysi yo'lni tanlaysiz? O'zgarish nuqtasi bo'lsa, demak sizni tabriklayman. Muvaffaqiyat sizni kutmoqda.